Adasi, do'konga chiqib kelsam mayli, non qolmabdi. Mayli, bor chiqib kela qol. Xo'p bo'ladi. Ana, voy ana qara. Allo, Yaxshimisiz Jonidan? kimsiz? Tushunmadim. Men blogerman. Sizni o'zimni videolarimga olib chiqib, bloger, mashhur aktrisa qilmoqchiman. Tushunmadim. Men sizga meni videolaringizga oling, meni aktrisa qiling, meni bloger qiling deb aytibmanmi? Ha. Taklifingiz uchun rahmat, lekin meni oilam bor. Bu nomerga boshqa qaytib qiling. Ha, tinchlikmi? Adasi, do'konga borib, uyga qaytib kelgunimgacha bittasi gap otib uygacha keldi. Qo'rqib ketdim. Sen kirol. Sizni ham ayolingizga begona erkak shilqimlik qilsa, nima qilgan bo'lardingiz? Siz qachongacha birovni ayoliga ko'z olaytirmoqchisiz? Qaytishidan qo'rqmaysizmi?